Faqat 7 kunda teringizni porloq qilishni istaysizmi? Unda mana bu har kuni qilishingiz kerak bo'lgan odatlar. Har tong iliq limonli suv iching. U tanadagi toksinlarni chiqaradi. Mevalardan ko'k mevalar iste'mol qiling. Ular qarishga va erkin radikallarga qarshi kurashadi. Bodom, yong'oq kabi yong'oqlarni yeng. Ular yallig'lanishni kamaytiradi va terining silliqligini qo'llab-quvvatlaydi. Ko'k choy iching. U terini hujayralarini himoya qiladi va elastiklikni oshiradi. Papaya yoki mango iste'mol qiling. Ular terini tabiiy ravishda yorqin qiladi. Namlantiruvchi krem suring va har kecha kamida 7 soat uxlang. Kun davomida ko'p suv bu terini tarang va nurli qiladi. Shu narsalarni 7 kun davomida qiling va teringizdagi sezilarli o'zgarishlarni ko'rasiz. Men yuz parvarishi haqida to'liq dastur tayyorladim. Buni olish uchun kommentariyada plus qoldiring va buni direktdan yuboraman. Bilasanmi, D vitamini bu shunchaki depressiyaga qarshi vitamin C emas, balki suyaklaring uchun haqiqiy sement. U bo'lmasa skeleting yozgi hovlidagi eski darvozadek shilchil bo'lib ketadi. D vitamini kalsiy va fosforni so'rib olishga ichakni majburlaydi. U bo'lmasa sen sutni litr ichsang ham hammasi bevosita unitazga ketardi. D vitamini bilan esa kalsiy suyaklarga yetib boradi, ularni zijroq, qattiqroq va mustahkamroq qiladi. Agar u yetishmasa, osteoporoz, suyaklar pechenadek mo'rt bo'lib qoladi. Oddiy yiqilib tushsang ham silib ketadi. Bolalarda raxit kasalligi bo'ladi, kattalarda esa uzluksiz sinishlar, bel og'rig'i va mushaklar kuchsizligi boshlanadi. Va bu shunchaki oddiy narsa emas. Son suyagi sinishidan o'lim darajasi 30-40% ga yetadi. Hamma bitta vitamin yetishmasligidan. Bundan tashqari D vitamini immunitet va gormonlarni ham boshqaradi. U bo'lmasa sen faqat kuchsiz emas, balki toliqib yurasan, kayfiyating yomon, o'zingni o'vida his qilasan. Normal darajada esa energiyang ko'tariladi, bo'g'imlar yengil harakatlanadi, mushaklar zo'riqishi ko'taradi. Xo'sh, D vitamini qayerda? Avvalo quyosh, undan keyin baliq, tuxum va jigarda. Maslahatim avval analiz topshirib keyin ol, ortiqchasi kerak emas. Aks holda kalsiy noto'g'ri joylarga yig'ilib qoladi. Ko'proq ma'lumot uchun Telegram kanalimga obuna bo'l.